Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Biz Minecraftda 100 kun yashaymiz. O'yin oxiriga yetguncha Ender Drakonni mag'lub qilmasak, o'yinning oxirida bir to'g'ri to'ldirilgan garchichaga cho'milishga to'g'ri keladi. Nima? Juniorson ko'nglim aynidi. Bo'ldi do'stlar, boshlaymiz. Xullas biz mana bu orolchaga tushib qoldik. Biz qanday qilib bo'lmasin bloklar yig'ishimiz kerak. Hozircha bizda bir chelak vulqon bilan muz bor. Chandler, men 10 yildan beri qurilish ishlari bilan shug'ullanmayapman. Xullas, blokni mana bu yerga qo'yish kerak. Muzni mana bu yerga. Vulqonni esa narigi tomonga. Men o'ylashim bo'yicha bu ish berish kerak. Tushunmadim. Yo, sen nima qilding hozir? O'zi zo'rg'a suv topgan edik, shuni ham yo'qotding. Bu yerda boshqatdan boshlaymiz. Iltimos, qoravoy, suvga vobshim tegma. Bo'ldi, men seni tushundim. Xullas, biz 100 kun, bu 17 soat degani. Biz yeymiz, yotamiz va shu xonaga ijod qilamiz. Ajdarhoga qarshi jang qilishimiz uchun tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Lekin bu o'yin hardcore rejimda bo'ladi. Agar kimda kim mag'lub bo'lsa, u qaytib tirilmaydi. Xullas, qoravoy, sen masalliqlarni bizga yetkazib turasan. Tushunarli. Qoravoy umuman Minecraftni me harfini ham bilmaydi. Mana bunisi esa o'yin boshlanmasdan o'lib qoldi. Xullas do'stlar, bizning birinchi qiladigan ishimiz mana bu orolga yetib borishimiz kerak. Juda ham uzoq-ku. Xullas bizga ko'proq yog'och kerak. Yomon emas. Shunday tarzda davom ettirishimiz kerak. Eng qizig'i shundaki, agar biz kravatlarga yotadigan bo'lsak, bu degani biz o'yinda ham uxlaymiz. Xullas hamma joy-joyiga yotsin. Spokojniy nochi malshay, qani? Yurursan, nima buncha bu og'ir? Yaxshi o'tir la'nati. Hammaga xayrli tun. Bo'ldi, ertalab bo'ldi, uyg'onamiz. Mana, men hali ko'zimni yummagan edim. Bu ikkinchi kun. Hali oldinda bizni 98 kun kutib turibdi. Hozircha bizda generator bor va mana bu o'sib ulgurmagan daraxtlar. Daraxtlar yonyapti. Tushunmadim. Nega daraxtlar yonyapti? E'tibor berma, qoravoy, kavlashda davom et. Mayli-yu, lekin daraxt yonayotgani meni hayron qoldiryapti. Oradan bir necha kun o'tdi, lekin qoravoy hali ham kavlashda davom etyapti. Bu yer anchagina kengaydi. Wow! Anchagina shinam bo'libdi. Bu yer menga yoqyapti. Biz ko'p narsaga ulgurishimiz kerak, bo'lmasam ajdarhoni yengi bilmaymiz. Xullas men ko'prik qura boshladim, qumlik orolga yetib borishim uchun. Faqat yiqilib tushma, boshqa balo bo'lib. Yana bir chelak vulqon. Qoyil. U yerda yana orol bor ekan. Menimcha mana bu ham orol bo'lsa kerak. Menimcha har bir orolda qandaydir sir asrorlar bor. Qancha ko'p orollar bo'lsa, resurslar ham shuncha ko'p bo'ladi. Qoravoy hozircha qora mehnatga sho'ng'ib ketgan. Javchalik emas. Mana bu orolda nima bor ekan? Moblar spawnmi? Chandler, shu yerdamisan? Ha. Bu yerda ikkita sigir bor ekan. Sigir deysanmi? Bu yerda sabzi, bug'doy va birozgina suv bor ekan. Demak, o'ylash kerak, sigirlarni qanday qilib ko'paytirsak bo'ladi. Men sigirlarga ism qo'yaman. Mana bunisi Alisher, mana bunisi Tolmas bo'ladi. Sigirlar xavfsiz joyda. Sigirlarni yemini berib uxlasak ham bo'ladi. Xayriyati. Axir bizda suv bor-ku. Axir undan foydalanish kerak. To'ppa to'g'ri. Sen dahosan, men gapingga qo'shilaman. Yurursan, haligacha turgani yo'q, o'lib qolganmi bola? Hammaga salom. Bugun 7-kun. Uyg'onamiz do'stlar, uyg'onamiz. Biz generator qurdik, daraxtlar ham anchagina ekib qo'ydik. Mol-hol va ekinlarimiz ham bor. Mana bu itemgan haligacha yotibdi. O'zi tirikmi bu? Juniorson, 4 soatdan beri tualet borganim yo'q. Do'stlar, dublyaj qilish oson emas. Men tog'oraga to'ldirilgan garchichaga cho'milishni xohlamayman. Shuning uchun Ender ajdarhoni o'ldirishimiz kerak. Wow, bu yer anchagina go'zal bo'libdi. Xullas, biz tarqaldik. Men yangi orollar qidiryapman. Chandler mol boqyapti. Qoravoy esa Juniorson, bu qoravoyga tayinli ish berishimiz kerak. Qoravoy, menga ko'proq yog'och kerak bo'lyapti. Xullas, senga topshiriq, qoravoy. Biz uchun ko'proq yog'och yig'ib kel. Bo'ldi, men sizlarni tushundim. Daryo, toshqin, suvlar, tirqir, o'ta olmayman, yor. Menimcha narigi orolda nimanidir ko'rganga o'xshayman. Biz hozirda bo'shliqda yashayapmiz. Bu yerda esa temir tayyorlash imkoniyatimiz yo'q. Xullas, mana shu orollar bizning yagona imkoniyatimiz. Resurs to'plashimiz uchun. Mana shunday yangi orol ochildi. Yomon emas, olmoslar bor ekan. Yer ham kerak bo'ladi. Xo'sh, demak men men tushib ketdim. Yo'q! Agarda sen bo'shliqqa tushib ketadigan bo'lsang, demak sen barcha buyumlaringni yo'qotasan. Jinursan. O'zi nimalaring bor edi? Temir kirkan bor edi. Senga qoravoyni ko'zi tegdi. Men ham shunday deb o'ylayapman. Xullas, Chandlerni bazaga kallasiga bir g'oya keldi.
Xullas men moblarni spawnerini qurmoqchiman. Agar spawner quradigan bo'lsak, biz ularni o'xshatib solamiz va tajriba orttiramiz. Yomon emas, yomon emas. Qo'rqmanglar, biz buni uddalaymiz. Ha, mayli. Mayli, demak spawner bo'lsa spawnerda. Lekin bizga ko'proq resurslar kerak bo'ladi. Xullas, Chandler bazaning ichiga moblarning bazasini qurishni boshladi. Sandiqning ichiga nima bor? Qo'yinglar, mana bu Minecraft kitobimi? Tushunmadim, u yerda kitob nima qiladi? Xullas do'stlar, men qanday qilib moblarning fermasini yasashni o'rganyapman. Xullas men qo'limdan kelgancha quryapman. Tomni quramiz, suvni qo'yib va ferma tayyor. Do'stlar, menda muammo tug'ildi. Men 2 soatdan beri bolta yasashni bilmayapman. Chiq. Hoy. Jurursan, axir men o'qishni bilmayman-ku. Qoravoy, versak bo'lmasa qanday qilib tayyorlaysan boltani? Ha, shundaymi? Mana endi tushundim. Biz Ender ajdarxoni o'ldiradigan bo'lsak, anchagina ter to'kishimizga to'g'ri keladi. Men tomni yopishim kerak. Men Minecraft o'ynaganimda hech nimaga e'tibor bermayman. Men bir ishni boshladimmi, oxirigacha yetkazmasdan qo'ymayman. Agar oxirigacha yetkazib bilmasam, uxlab bilmayman. Yetarli, kechqurun bo'ldi. Xayriyat uxlaymiz. Yo'q-qo'y. Ha. Juniorson, qoravoy, ranging to'kilib ketdimi nima balo? Bugun bilasizlarmi qanday kun? Bugun 20-kun. Bu degani qani qoravoy eshikni ochib ko'rchi. Bizni surpriz kutyapti. Yo'q, Toma. Men sizlarga pizza buyurtirdim. Yomon emas, yomon emas. Bu bir pichenyalarga o'xshar ekan. Seni buving pichenya qilmagan-ku. Aha, o'zim ham hayron qoldim. Men yangi orollarni izlashga kirishdim. Lekin shunchalik ko'p yo'l yurgandan zerikib ketdim. Yetib kelguncha ozgina mizg'ib olaman. Lekin bu orolda bir nima bor edi. Oy do'stlar, bu yerda itvachcha bor ekan. Yo'q-ey. Unga nima deb nom qo'yamiz? Kelinglar, bu itvachchaga Mavlonov deb nom qo'yamiz. Mavlonov yomon emas. Ko'raylikchi, Mavlonovga suyak bormikin? Jino'rsin, suyak ham yo'q ekan. Bu bechora Mavlonov. Mavlonov, mah. Biz bu orolda 4 soatdan beri ishlayapmiz. Chandler esa moblarni fermasini quraman deb kalla tashlagan edi. Yana 10 ta blok kerak. Shu bloklarni qo'yib olsam tayyor bo'ladi. Mana shunday, Jino'rsin, agar ish bermasa men xafa bo'laman. Bu ish berdi. Mana yana bittasi tushdi. Bir deganga 30-urovingga chiqib olamiz. Mana bu chap tomondagi nima ekan? Men u yerda hech nima yo'q deb o'ylagandim. Qani ko'raylikchi. Moblarning spawniga o'xshaydi. Xo'sh, qani ko'raylikchi. Bu yerda kumush bor ekan. Mana bunisi esa Ender portal. 100 kun ichida biz Ender ajdarxoni mag'lub qilishimiz kerak. Garchitsaga cho'milishni xohlamasak. Menga muhim maxfiy qo'ng'iroq bo'ldi. Xullas, men Anilan Uz uchun video dublyaj qilyapman. Bu videoni albatta ko'rib, like bosish esdan chiqmasin. Har bir yozilgan kommentariyani men albatta o'qiyman. Men Anilan Dublyaj Uz kanali uchun ham dublyaj qilishim kerak. Shuning uchun sal keyinroq ko'rishamiz. Yaxshi. Chandler, sen bilan men qo'llik endi nima qilamiz? Balkim Sulaymonnikini qayramizmi? Xullas, bizga zirhli kiyimlar kerak. Bo'lmasam kovlash kerak. Biz mana bu yo'lak orqali borishimiz kerak. Tushunarli. Bu kimning tovug'i bo'ldi? Gulshod yangamning tovug'imi? Menga Gulshod yangamning tovug'i yoqmaydi. Bizga qilichlar ham bor, kamon ham bor. Jino'rsin, mana bu Mavlonov itvachcha nima qilyapti? Sen Mavlonov dedingmi? Bu Mavlonov edimi? Jino'rsin, sen Mavlonovni o'ldirdingmi? La'nat, sen Mavlonovni o'ldirding. Biz anchadan beri o'ynayapmiz. Meni ishlamay kallam qoldi. Hozir Anilan Dublyaj Uz YouTube kanali haqida tomoshabinlardan so'raymiz. Sizlarga men qilgan dublyajlar yoqadimi? Ha, albatta yoqadi. Xullas, Anilan Dublyaj Uz YouTube kanalida faqat shanba kuni video chiqadi. Anilan Uzda esa yakshanba kuni. Men ish bilan ko'p qolib ketmadim, lekin surpriz bilan qaytdim. Do'stlar, qaranglar kimni olib keldim. Chakak, nima gap qoravoy? Jino'rsin, chakak, qo'lingga nima munosib kelgansan, men borib qo'lim yuvib kerak. Wow, mana bu chakak sen eding. Bu yerda ishga kirishamiz. Mana endi komanda to'liq bo'ldi, chunki bizga chakak qo'shildi. Mana endi Nezerga yo'l olishimiz kerak, lekin chakak anchagina mashq qilish kerak. Jino'rsin, men yoryapman. Do'stlar, men yoryapman. Yordam beringlar, yoryapman. Jino'rsin, o'yin boshlanmasdan bu chakak yonishni boshladi. Chakak, anchadan beri Minecraft o'ynaysanmi? Ha, 3 kun o'ynaganman. Sen Mr. Beast videolarda va Anilan Dublyaj Uz videolarida qatnashganmisan? Yo'q. Tushunarli, sen ham qoravoyning sherigi ekansan. Jino'rsin, men o'lib qoldim. Tug'ilmay o'ldi degani shu bo'lsa kerak. Tushunmadim, qorong'i bo'lyaptimi? Albatta qorong'i bo'ladi. Demak, gap bunday chakak. Bo'ldi, kechqurun bo'ldi, uxlaymiz. Tushunmadim. Ko'ryapsanmi chakak? Hamma uxlayapti. Demak, sen ham uxlaysan. Tushunmadim. Bunda ma'no nima?
Bo'ldi, ertalab bo'ldi. Ko'zlaringizni ochinglar. O, xayrli tong. Faqat o'yinda emas, hayotda ham uxlaymiz. Xo'sh, endi nima qilamiz? Sen shift bilan o'ynashni bilasanmi? Ha, albatta. Shiftni qo'yib yubormasdan ko'prik yasaysan. Xullas, mana bu orolga yetib borishing kerak. Qo'ying, men quryapman. Bloklaring tugasa aytarsan. Aha, tushunarli. Mavlonov ko'rinmaydi? Bo jin ursin. Sizlarning itingiz bor edimi? Bo'ldi, ko'p kulmanglar. Men uni bilmasdan o'ldirib qo'ydim. Chandler bilan Nezerga tayyorgarlik yo'lida boshqa orollarni ham tekshirib chiqyapmiz. Albatta bizga ko'proq temir kerak bo'ladi. Xullas men moblarning spawneriga qarab yo'l oldim. Chakak, menimcha sen deyarli yetib olgan bo'lsang kerak, yoki men yarim yo'lga keldim. Men endi yarmiga keldim. O, jin ursin, men tushib ketdim. Chakak, qoravoy sendan yaxshiroq ekan. Ha, mayli, nima qilib berdim. Men orolga keldim. Bu tillomi? Mana endi ishga kirishamiz. Tillo bor, nima g'amim bor. Biz deyarli 7 soatdan beri o'ynayapmiz. Nima deb o'ylaysizlar? Biron bir yegulik buyurtiramizmi? Balkim steak buyurtma qilarman. Yomon emasdi. Ovqat kelgancha Nezerga portal qura boshladik. Portal 2 blok balandlikda bo'lishi kerakmi yoki 3 blokmi? Bilmadim-u, lekin to'g'ri bo'lish kerak. Bo'lmasam 3 ta qilamiz. Mana portal tayyor. Kimdir keldimi? Buyurtmamiz keldi shekilli. Oshna rahmat, lekin choy puli bermayman. Oshna, sen bizni qutqaruvchimizsan. Men bu buyurtmachi bolani tanimadim. Jimmy, ovqat bilan ta'minlab tursang, men uyga ham ketmayman. Yomon emas. Go'sht hil pishdi. Va nihoyat biz tayyormiz. Mana endi Nezerga borsak ham bo'laveradi. Ko'raylikchi, narigi tomonda nima bor ekan. To'g'risini aytsam, men birinchi marta Nezerga kiryapman. Juda ham qo'rqinchli ekan. Demak, bizga kerak bo'ladi olovli tayoqchalar va marvaritlar va ancha-muncha qurol-yaroqlar. Ko'prikda cho'chqalar bor ekan. Voy, Chakak, yaqinroq kel. Cho'chqalarni o'ldirishga menga yordam berishing kerak. Ular bilan balkim kelishib olarmiz. Demak, ko'proq tillo kerak bo'ladi. Xullas, biz piginillar bilan, ya'ni cho'chqalar bilan kelishib oldik. Marvaritdan tashqari anchagina buyumlar oldik. Marvaritmi? Vaqt ham bo'ldi. Qani yotamiz? Yo'q, ha, to'g'ri. Va nihoyat 50-kun boshlandi. Ura! Chandler, men bilan Ifritga borasanmi? Men ko'prik qurdim, lekin ifritlar bizga qarshi bo'lyapti. Ha, ular bilan hazillashib bo'lmaydi. Kunlar o'tib boraverdi, lekin biz olovli tayoqchalarni olishga harakat qilyapmiz. La'nati. O'ldingmi? La'nati gastlar, shunchalik tez otishadimi ular? Olovli o'qlardan qanday qilib qochamiz? Bo'lmasam ko'prikni kengroq qilish kerak. Shoshmanglar, menda bir g'oya keldi. Menga blok kerak. Mana buni ham ushla. Bu suyakmi bu? Bir necha daqiqa ko'z oldimdan yo'qolib bilasanmi? Bo'pti. Ishlar yaxshi ketyapti-yu, lekin shunga qaramasdan bizda tomimiz ham ketyapti. Meni qornim og'ridi. La'nati. Qaysi birini o'sirding hozir? Sen tushganmi yoki havoda o'sirdingmi? Xullas, ko'prikni kengaytiramiz. Biz 8 soatdan beri o'ynayapmiz. Hozirda esa soat 2 kechqurun. Har safar uxlaganimizdan keyin uyg'onish juda ham qiyin bo'lib boryapti. Men senga uxlagin dedimmi? Chirorsa, qoravoy tez taslim bo'ldim. Bunday bo'ladi deb o'ylamagandim. Men 1 soat uxlasam maylimi? Agar 1 soat uxlasak, 150 kun o'ynagan bo'lamiz. La'nati. 1 soatdan beri o'ynayapsan, shunchaki yiqilib o'ldingmi? Chandler, axir u yerda qancha toshlar bor edi? Qoravoy sasib uxlabdi. Biz esa Chandler bilan olovli tayoqchalar izlashni boshladik. Opa, bitta oldim. Olovli tayoqchalarni qo'lga kiritish oson bo'lmadi. Biz borgan sari tirik murdaga aylanib borardik. Hozir bittasi paydo bo'ladi, mana. Men bittasini qo'lga kiritdim. Mana tevarak atrof kengroq bo'lsa, hammasi oson bo'ladi. Men olovli tayoqchani bazaga yetyapman. Biz har bir olovli tayoqchalarni birma-bir bazaga olib keldik. Chunki u xavfsiz joyda bo'lishi kerak. Bu oxirgi olovli tayoqcha edimi? Shunday. Soat kechasi 3 gacha olovli tayoqchani izladik va topdik. Va nihoyat men ham dam olaman. 67-kun boshlandi. Qani topinglarchi, menda nima bor? Menda Portalga kira bilamizmi? albatta. Hozir 3 2 1. Jimmy, men tayyorladim. Bizda 14 ta krayning ko'zlari bor. Qani bilmasam, bismillah. Men buni uddaladim.
Tayyor. Qani kallangni olchi bir ko'ray. Mana endi orqaga yo'l yo'q. O'ylasanmi qaytib tirilmaysan. Yana bizga nimalar kerak? Olmosdan bo'lgan zirhli kiyimlar kerak. Xullas, portal ochildi. Ajdarxona oldiga borganda o'lib qolmaslik uchun albatta bizga zirhli kiyimlar kerak. Chendler bilan Chakak uxlashmadi. Ular zirhli kiyim yasashyapti. Demak, bugun 76-kun boshlandi. Xo'sh, nima deyishim mumkin? Mana bu hali ham sasib yotibdi. Jirursin, nima buncha qara bu? Albatta, Jimmy xor ham uxlab yotibdi. Bu yerda hamma noz uyquda. Biz esa qulvachchaga o'xshab ishlaymiz. Biz kechasi bilan resurslar tayyorlab chiqamiz. To'g'rimi, Chandler? Men hali ham qurishda davom etyapman. Albatta, men senga ishonaman. Chakak bilan Chendlerning sharofati bilan biz uzoqda bo'lgan orollarga ham ko'prik orqali yetib oldik. Chandler olmos kovlash bilan ovora. Xullas, reja bunday. Boshqalar uyg'ongancha biz resurslarni tayyorlab qo'yishimiz kerak. Deyarli marraga yaqinlashib qoldik. Do'stlar, biz bo'yvuchchamiz. Spawnerlar tomga ketdimi nima balo? O'rgimchaklar yuqoriga to'xtab qolgan. Lekin Chendlerga bir g'oya keldi. Senga tajriba olib beraman. Bela qo'l Chakak qilishni oldingmi? Albatta qilishni oldim. Yuqoriga ko'tarilamiz. Bular ko'pchilik-ku. Ichkariga kirish uchun burchakni tozalashimiz kerak. Yo'q, qo'yili, chumoliday turishlarini qarang. Ular o'rgimchaklarni barchasini patarot qilib, fitfilyonta tajribaga ega bo'lishdi. Tushunursiz, charchaganimdan nima qilayotganimni ham bilmayman. Va nihoyat tayyor. Har biringizga bir chelakdan suv, har biringizga kamonlar va zirhli kiyimlar. Chendler va Chakak ishlarni bajara bo'lgandan so'ng ularga bir g'oya keldi. Agar ajdarho bu yerga uchib keladigan bo'lsa, mana buning ustiga o'tirishi mumkin. Bilintirmasdan karavat qo'ysak, bum, u portlaydi. Bo'lmasam, kravatlarni ko'paytirish kerak. Shoshma, axir bizda yunglar bor. Buni qanday qilib unutdim ekan ha? Menda 21 ta kravat bor. Nima, 21 ta? Axir bu bizga yetadi-ku. Albatta yetadi. Yetarlicha kravatlar bor. Albatta. 82-kun esa Qoravoy o'rnidan turdi, boshqalarga yordam berish uchun. Qoravoy uyg'ondi-ku. Kalla pishdimi? Chidasa bo'ladi. Sen bunga qara. Xullas, oshnalar, men tayyorman. Men uxlab turdim, ozgina o'zimga kuch to'pladim. Xo'sh, demak bunday. Jimmy bilan Chandler ajdarxoning tagiga kravatlarni terib chiqadi. Men bilan sen esa uzoqdan turib kamondan otamiz. Men ham ota bilaman. Biz o'yinni boshida kichkinagina oroljada boshlagan edik. Hozir qayerdamiz? Bilasizlarmi, aql bovar qilmaydi. Axir biz boshlaganimizda hech maqomimiz yo'q edi. Mana endi qaranglar, nimalarga qodirmiz. Men sizlar bilan faxrlanaman, do'stlarim. Menda deyarli hamma narsa bor. Har biringizga zirhli kiyimlar, olmosli qilichlar. Men tayyorman, biz tayyormiz. Chendler va nihoyat har birimizga buyumlar yasadi. Mana endi bemalol dam olsa ham bo'laveradi. Men dam olmasam bo'lmaydi. 97-kunga seni uyg'otaman. 90-kun ajoyib boshlandi. To'g'rimi, Chandler? Men gapirishga ulgurmadim-ku. Chendler bilan Chakak anchagina ter to'kishdi. Mana endi jangdan oldin bemalol dam olishlari mumkin. Qoravoy esa mayda-chuyda ishlarni bajaryapti. 97-kun do'stlar, uyg'onamiz. Jimmy, uyg'onamiz. Ko'zingga nima bola to'qib olgansan? Jinurson, o'zi soat 7 ertalab uxlagan edim. Xullas, bir balo qilib kresloga o'tirdim. Do'stlar, Ender ajdarho bilan to'qnash kelish vaqti keldi. Bilasizlarmi, bu ishni faqatgina men Chandler bilan bajarmoqchiman. Mana bu Qoravoy bilan Chakakni o'rniga esa boshqa kishi olmoqchiman. Lekin endi kech, axir ular meni do'stlarim. Rahmat. Biz harakat qilamiz qo'ldan kelguncha. Mana va nihoyat 99-kun. Biz anchagina ter to'kdik, resurslar to'pladik, lekin bizga baribir ham mo'jiza kerak bo'ladi. Chunki garchisaga cho'milgim kelmayapti. Xayr bizning baza, xayr molxona, xayr Alisher, xayr Tolmas. Xayr Creeper, afsuski seni o'ldirib bilmadik. Xullas, hammaga xayr, biz sizlarni sog'inib qolamiz. Men ham bu yerga ancha-muncha ter to'kkanman. Men qo'rsam sizlar ajdarho bilan jang qilib kelaveringlar. Biz ochiq osmon ostida ishladik. Mana endi Ender ajdarhoni o'ldirish vaqti keldi. Qani olg'a, boshlamasdan bitta jon ketdi. Esingizdan chiqmasin, biz hardcore rejimidamiz. Kimda kim o'lsa qaytib tirilib bilmaydi. Jinurson, nima buncha qo'rqinchli bu? Mana bu ajdarho, erkakmi bu, ayolmi bu? Nima farqi bor? Qani olg'a. Yuqoriga. Ajdarho tupurishi mumkin, shuning uchun qochinglar. Har bir minorani yo'q qilish kerak.
Jino'rsan faqat yuqoriga emas, pastga ham qarash kerak ekan. Jino'rsan, menimcha men uni ko'zlariga qaradim shekilli. Jino'rsan, nega u meni orqamdan kelyapti? Fu, yo'qol. Abba. Qoravoy o'ldimi? Qoravoy, sen o'lib qoldingmi? Hali 1 daqiqa ham bo'lgani yo'q edi. Chakak, sen ulardan qochishga harakat qil. Jino'rsan yuqoriga ko'tarilmoqchiman, lekin resurslar olmagan ekanman. Ammo la'nati. La'nati, chakak ham o'ldi. Bu. Nima, esingizdan yo tavba. Jino'rsan, o'rganganlarimiz esimizdan chiqdimi? Do'stlar, o'zimizni qo'lga olishimiz kerak. Jino'rsan, endi men bu yerdan ketmayapti. Jender menga yordam kerak. Yo'q, xudoyim. Ajdarho Jimini uloqtirdi. Qoyil, men marvaratlarni ishlatyapman. Xuddi Dreamga o'xshayman. La'nat yey. Nima bo'ldi hozir? Garchitsaga cho'milgim kelmayapti. Chandler, hamma umidimiz sendan. Men o'zim zo'rg'a yuribman. Chandler, sen buni uddalaysan. Yaxshi, ajoyib, qara mana qol. Do'stlar, u buni uddalayapti. Chandler uddalayapti. Men harakat qilyapman, do'stlar. Chandler, biz senga ishonamiz. Sen buni uddalaysan. Yomon emas. Orqadan Enderman kelyapti. Qara bo'la qol. Urini, usol uni. La'nati. Qara bo'la qol, Chandler, ko'proq ye. Bizning bor umidimiz Chandlerdan. Bittasi seni ortingdan kelyapti, ortingdan. Jino'rsan, bir nima yeb olish kerak. Jino'rsan, meni hozir o'ldirishadi. Sen o'lmaysan, sen buni uddalaysan. Yasha bor, mana endi yeb ol. Yeyishga narsam qolmagan. La'nati, Chandler, ular seni ortingdan kelyapti. Aytib o'tiraman sizlarga, hozir o'lib qolsam kerak. Jino'rsan, Chandler narsa yeb bilmayapti. Yo'q. Chandler. Men anchadan beri uxlaganim yo'q, shuning uchun fikrlarimni bir joyga jamla bilmadim. Qani do'stlar, Garchitsa tomon olg'a. Biz yutqazdik. Mana endi Garchitsa bilan dush qilib olamiz. Sasim yotibdi-ku. Nima ham derdik, iloj qancha? Xo'sh, qanday hissiyotlar? Birinchidan Garchitsa sassiq, ikkinchidan nima buncha sovuq? Qani sekinlik bilan o'tiringlar. Hali o'tirish ham kerakmi? Tushunmadim, Chandler o'tirdimi? Jino'rsan, Garchitsa kirmagan teshigim qolmadi. Xo'sh, kim nima deb biladi? Buni yuvib ketkazib bo'ladimi o'zi? Hali Minecraft haqida yana video olamiz. Keyingi jazo bundan ham battar bo'ladi. Men albatta o'ynashni o'rganaman. Men unga ishonmayman. Men boshqa Minecraft o'ynamayman ichiga alav. Meni ushla, Jimmy, meni ushla, hozir yiqilib ketaman. La'nat, sen sasib yotibsan. Keyingi videoda ko'rishguncha Anilan o'ziga obuna bo'ling.